Lekin tennisda hech bir nima yo'q, muammo yo'q. Tennis bu sport, bu tennis. Tennisda ham bir 20 minut yaxshi o'ynaydi, uyumagan joyiz qolmaydi. Terlamagan joyiz qolmaydi. Chunki u sportda yaxshigina sport. Bandaga ancha manfaati bor. O'sha ko'p ulug'lar o'ynagan, ko'zga davo, ko'zga shifo ekan tennis. Chunki haligi shariga aqabaqa borib kelganda, ayniqsa kitob o'qiydigan odamga juda ham ko'ziga manfaati bor ekan. Shuning uchun sportni targ'ib qilish kerak erkaklar orasida. Sportga bor, kurashga bor. Bir jang nima deydi, bir qanaqadir bir jang qilishni o'rgan. Ko'chada jang qilma, bir sport uchun, mashg'ulot uchun. Otming, o'shaning uchun aslida otming deganlar-da. Otminglar, kamondan o'q otinglar, suzishni o'rganinglar. Bu rujuliyatni kuchaytiradi bu degani. Ya'ni bu erkaklikni kuchaytiradi degani. O'shanaqalar chiqmaydi, kam chiqadi keyin. O'shaning uchun otminglar, boringlar sportga. Suzishga borsalar, o'sha shariatga muvofiq kiyimlar bilan borib suzishni o'rganish kerak. Kamonga o'q otish kerak. Ot eng zo'r ot. Bu sunnatda kelgan bu narsa.